Ibn Sino aytishicha, olmaning xamir ichiga solib pishirilgani ishtahani ochadi, gijjalarda, dizenteriyada foyda qiladi. Me'da zaifligi, issiqdan yurak qarsilaganda, safro qusish va chanqoqda tog' olmasining qiyomini, ich ketishi, qusishda esa murabbosini buyurgan. Kechqurun uyqudan oldin bir dona olma iste'mol qilishni tavsiya etgan. Olma surunkali botni davolaydi. Bel og'rig'i va buyrak to'shlarida 3-5 ta olmani 3-4 mahal yoki olma kompoti, olma sharbatini 3-4 mahal bir piyoladan iste'mol etiladi. Pishmagan olmani ko'p iste'mol qilish buyrakda tosh paydo bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Pechda pishirilgan olma yengil surgi vazifasini bajaradi. Olma talqoni me'dani baquvvat qilib, qusishni to'xtatadi. Semizlik, qandli diabet, me'da kasalliklarida, kolit va enterokalitlarda, kamqonlik hamda yurak-qon tomir kasalliklarida olma juda foydali. Xalq tabobatida olmaning maydalangani yoki ezilganini badanning kuygan yoki sovuq urgan yerlarga, uzoq tuzalmaydigan yarlarga bog'lashgan. Zamonaviy tibbiyotda aniqlanishicha, olma mevasi og'iz bo'shlig'idagi zararli bakteriyalarni o'ldiradi. Dizenteriyada qo'llaniladi. Olmadagi C vitamini va po'stloqdagi kversetin antioksidant ta'sirga ega. Qizil olma sut bezi saratoniga qarshi ta'sir ko'rsatadi. Olma kletchatkasi ich yurishiga yordam berib, qavziyatning oldini oladi. Olma po'stidagi pektin gripp virusini o'ldirishi aniqlangan. Pektin ortiqcha xolesterinni va zaharlarni ham organizmdan chiqaradi. Olma organizmdan og'ir metall tuzlari, radioaktiv moddalarni chiqaradi. Shuningdek, ortiqcha shovul kislotasini chiqarib, kalsiy va oksalat kislotalari almashinuvini yaxshilab, siydik tosh, podagra kasalliklarini davolaydi. Antonov olmalari yuzda qo'llanilganda so'gallarni yo'qotadi. Olma po'stining ekstrakti qandli diabet asoratlari rivojlanishining oldini oladi. Quritilgan olma po'chog'i kuchli siydik haydovchi sifatida qo'llaniladi.